Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa biza Rossiyaga kirib oldik. Bugungi chislolarimizni ko'rsatib o'tamiz. 28-chislo erta tongdan kirib-chiqdik qilib oldik. Где-то 1,5 soat deganga kirib chiqdik Rossiyaga. Do'stlar, reyestrga tushganlar, kartasi bloklanganlar va dokumenti yo'qlar bemalol kirib-chiqdi bo'lyapti. Xavotirga o'rin yo'q. Inshaalloh biz kirib-chiqdik qilib oldik. Akalarimiz bilan, apalarimiz bilan inshaalloh yana Moskvaga qarab qaytyapmiz. Juda ham chiroyli tarzda o'tdik degan umiddaman. Yana ham qolganlar nima deb o'ylaydi? Kimning fikri qanday? O'tdik, juda chiroyli, juda zako'yli. 2 yil bez dokument yurgan edim, mana reyestrga tushib kartam blokka ketgan edi. Zakon o'tib kelyapman, mana pechatlar urildi, hammasi chotga. Mana do'stlar, eshityapsizlar. Xudo xolasa bir kafega borsak, bir chiroyli bir video qilamiz, nasib qilsa holatlari bir eshitasizlar, yana ham bir bor. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Inshaalloh kirdi-chiqdilar har 3 sutkaga bir marta bo'lyapti. Zaranni yozdirib qo'ysalaringiz, mana shunday promoy reyslarga o'zimning reyslarimga o'zim olib borib kelaman do'stlar. Atak reyslar har kuni bor, sheriklarimiz bilan birga. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar.